Vay, nima degan yaxshi inkaslar. Bu inkaslarni ko'rib shunchalik xush bo'ldim jumum. Mushundaq bir yaxshi mahsulotni sizlarga tavsiya qilganligimdan texim shunchalik faxrlanib ketdim do'stlar. Ishlatmagan qanchalar qolganlar chiqinglar. Bu qo'ltiq terlash degan bek normal ish. Bu tarbiyazlar bo'lgandan keyin cho'qim chiqirdi. Uning qat'iy xijolat bo'lmanglar. Ba'zi odamlarning badanining ojizligidan terlash, uningdan keyin bek kuchli tomoqlarni yeyish, tozaligiga diqqat qilmasliklardan purash, terlash degandek bunday ahvollar yuz berdi-da. Buningga nisbatan biz mushundaq yaxshi bo'lgan mahsulotni yerimizdan arimizab, badanimizning ahvoliga qarata navoda hadidan ziyoda bek chiniqib, qattiq terlash, harakatlarni qilish, emgak qilish degandek ishlar bo'lib qolsa, buningga nisbatan biz jiqaroq chechib olsak ham bo'ldi. Az ko'pligini o'zimizning badaniga, badanning ahvoliga qarata tansak bo'ldi. Men burun qish vaqtlari ishlatgan vaqtlarim bir ishkini chassam bo'ladi. Hozir yoz kirdi, havo bek isib ketib bordi do'stlar. Men bir ishkini chechish emas, biz 4-5 ni chechib borman. Nima uchun? Biz bek ko'p odam bir zalning ichida mashq qilamiz, repetitsiya qilamiz. Shu jarayonlarda terlaydigan gap, badanlardan puroqlar chiqadigan gap. Bu bek normal ish. Biz ma'nodan jiqaroq chechib olgan vaqtlarda xuddi bir dingshing var yog'anda, yurakning to'g'risini yog'anda, nihoyat bir bexatarlik tuyg'usiga ega bo'ldim-da. Shaxsan men shunday bo'laman. Shuning bilan buni yoz vaqtlari bo'lgan chog'da jiqaroq ishiltaman. Sizlarning o'zinglarninki badan ahvolinglar qarta az ko'pligini o'zinglar tansanglar bo'ladi do'stlar. Tabiiylan faqat turmaydigan, ta'limaydigan odamlarmi bo'ladi ekan, yo'q emas ekan, bor ekan. Lekin tangdan to'lsa odam puraydi, terlaydi. Tozaliqqa diqqat qilgan vaqtda, mushundaq mahsulotlarni yaxshi ishlatgan vaqtda, uningdan bu xil gangachilikdan qutulib bo'ladi do'stlar. Shuning uchun yaxshi bir mahsulotga ehtiyojinglar bo'lsa, mana ishiltib ko'rib beqinglar. Shundaq yaxshi bo'lgan mahsulotni tavsiya qilish mendan, ishiltisizdan. O'zingizga bir fursat berib ishiltib beqing, tegirlik arbiga esib qo'ydim. Xayr xo'sh.